Amerikada millionlab odamlarga yoqadigan cheesesteak endi Toshkentda, Seoul Moon'da tayyorlanyapti. Bu cheesesteaklarni tayyorlanishini o'zi bir antiqa ekan. Go'sht, bolgarskiy piyoz hamda qo'ziqorinni birgalikda qovurishadi. Hamma mahsulotlarning ta'mi bir-biriga o'tib, ajoyib ta'm hosil bo'ladi. Mana bu haqiqatdan ham miyani portlatib yuboradigan darajada hissiyotni berar ekan. Bulchkani usti qarsildoq bo'lgani bilan ichi juda ham yumshoq. Yeganda og'zingizda erib ketadi. Nima uchun nomi o'zi cheesesteak? Chunki bunga yuqori sifatli sirlardan ishlatishadi. Siri yo cho'ziluvchan bo'ladi yoki mashtaqangi cheddar siri. Men yeyotganim standart cheesesteak, ichida frilari ham bo'ladi. Bundan tashqari yana 3 xil assortimenti bor. Bonfiledan deysizlarmi, tovuq go'shtimi, xullas vkusingizga qarab. Ichimliklari ham noodatiy ekan. Milkshake'lar, limonadlarni har xili va bularni maxsus bankaga qadoqlab berishar ekan. Shunda olib ketishingizga ham qulay bo'ladi. Menyuda yana har xil burgerlar, snacklar va issiq choylarga ham assortimenti katta. Cheesesteakda bir kishiga o'rtacha checklist 100 ming so'mni tashkil qiladi. O'tirish uchun birinchi, ikkinchi qavatda chiroyli joylar qilib qo'yilgan. Xohlaganlar suvni bo'yida salqinlab o'tirishi ham mumkin. Cheesesteak ertalab 11 dan kechki 12 gacha ishlaydi. Adresi Seoul Moon. Suvi o'ng tarafida joylashgan. Baynal-minal taraf. Bu videoni sizni aylantirishga olib chiqish kerak bo'lgan insonga jo'natib qo'ying.